Assalomu alaykum. Bugungi video obzorimiz Polvon kompaniyasi tomonidan sotuvga chiqqan yangi mahsulotlar haqida bo'lib o'tadi. Agarda siz qanday mahsulot ekanini kutayotgan bo'lsangiz, men ham cho'zib o'tirmasdan bugungi video obzorini boshlayman. Bu video obzorimiz juda ham katta vaqtga ega bo'lganligi uchun bu video obzorini ikki qismga bo'lib chiqaramiz. Ya'niki, birinchi qismda 4 ta shurpayo'rt, ikkinchi qismda esa perfadrel, perforator, gaykayo'rt va balgerka bo'ladi. Kim xohlaganini kuzatishi mumkin va ko'rishi mumkin, chunki yangiliklarimiz juda ham ko'p. Bizdan uzoqlashmang, kuzatishni davom eting. Video obzorni davom ettirishdan oldin sizga ajoyib yangilikni aytib o'tsam, yangiligimiz quyidagicha: aynan qo'limda turgan 12 voltli yangi shurpayo'rtni siz Polvon kompaniyasidan sovg'a sifatida yutib olishni xohlasangiz, videoni oxirigacha kuzating va video oxirida sizga shart aytib o'tiladi. Aynan ushbu shartni video ko'rayotgan paytingiz bor yo'g'i kommentariy orqali javob yozib yoki bo'lmasam bajarib o'tsangiz, aynan qo'limda turgan 12 voltli shurpayo'rtni yutib olishingiz mumkin. Demak, sizlarga birinchi bo'lib tanishtirmoqchi bo'lgan mahsulotimiz shurpayo'rtlar bo'lib, ularning birinchisi 10 patronli 12 voltli shotchli motor bilan jihozlangan shurpayo'rt. Ushbu shurpayo'rtning umumiy texnik xususiyatlarini ekraningizda ko'rishingiz mumkin. Demak, birinchi shurpayo'rtimizning komplektidan yo'riqnoma kitobchasi hamda kafolat varog'i. Bu yerda ko'rsatilgan raqamlar barcha viloyatlardagi servis telefon raqamlari. Shurpayo'rtning o'zi, batareykani, ya'ni akkumulyatorni zaryadlash uchun qurilma va qo'shimcha batareyka. Batareykasi 12 volt. Shurpayo'rtning tashqi tomondan qanday jihozlanganligini gapirib bersam, shurpayo'rt 10 patronlik plasmas, ya'niki 10 mm gacha bo'lgan nasatkalarni joylashtirish mumkin. Patron turi esa plasmas. Tirshotkalari, tezligi bosqichma-bosqich, ya'niki birinchi bosqichda 1350 marta aylansa, ikkinchi bosqichda 370 marta aylanadi daqiqasiga. Reverse knopkalari, ya'niki oldinga va orqaga. Oldinga, orqaga. Shurpayo'rtning korpusining asosiy qismi rezina bilan qoplangan. Bam! Shunday ekan, ushbu shurpayo'rtni sal palakatroq shogirdingizga ishlatib turishga ham bersangiz bo'ladi. Zaryad qoldig'ini ko'rsatib turuvchi indikator. Va LED chirog'i. Juda ham kompaktni ishlab chiqarilgan. Ishlatayotganda, ushlaganda usta qo'li bilan noqulaylik his qilmaydi. Qo'lga ham joylashishi juda ham udobniy. Ikkinchi shurpayo'rtimiz 16 voltli 5 shotchli motor bilan jihozlangan bo'lib, uning texnik xususiyatlarini ekraningizga ko'rishingiz mumkin. Tashqi tomondan jihozlanishiga kelsak, ikkinchi shurpayo'rtimizning komplekt qismi kafolat varog'i va qo'llanish uchun kitobcha. Shurpayo'rtning o'zi, zaryadlovchi qurilma, qo'shimcha 16 voltli batareyka. Shurpayo'rtning tashqi tomonlama qanday jihozlanganligi haqida to'xtalib o'tsak, 10 mm gacha bo'lgan nasatkalarni joylashtirish mumkin. Patron turi esa metal. Tirshotka qismi, tezligi bosqichma-bosqichli, birinchi bosqichda 1350 marta aylansa daqiqasiga, ikkinchi bosqichda 400 marta aylanib beradi daqiqasiga. Reverse knopkalari, orqaga, oldinga. Zaryad qoldig'ini ko'rsatib turuvchi indikator, LED lampasi va motor turi esa 5 shotchli, ya'niki shotkasiz motor bilan jihozlangan. Korpusning asosiy qismini rezina tashkil etgan. Ishlatayotgan vaqtda urilishi, turtilishi yoki bo'lmasam hattoki tushib ketishi ham mumkin. Shunday holatlarda shurpayo'rt shikast yetmasligini oldini olish uchun rezina qoplangan.
Uchinchi shurpayo'rtimiz 20 voltlik kamperchasli 5 shotishli motor bilan jihozlangan shurpayo'rt. Uning texnik xususiyatlarini ekraningizda ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi shurpayo'rtimizning komplekt qismi. Qo'llanish uchun kitobcha va kafolat varog'i. Shurpayo'rtning o'zi tez zaryadlovchi qurilma. Komplektidan buni ham ikkita batareyka chiqadi. 20 voltli 2 amperchasli. Ustalarimiz tasmalariga ilib osib yurishlari uchun ilgak. Shurpayo'rtning tashqi tomonlama nimalar bilan jihozlanganligi va qanday jihozlanganligini aytib o'tsak, 10 mm gacha bo'lgan nasatkalarni joylashtirish mumkin. Patron turi esa metal. Tirshotkasi. Buni ham tezligi 2 bosqichli, birinchi bosqich 1700 оборот aylansa, ya'ni daqiqasiga 1700 marta aylansa, ikkinchi bosqichda esa 400 marta aylanib beradi daqiqasiga. Orqasida metal joylashtirilgan. Zarurat tug'ilsa, ya'ni zarurat payti molotok sifatida, bolg'a sifatida foydalanish uchun. Reverse knopkalari oldinga, orqaga ishlatish uchun. Qorong'uda ishlash uchun LED chirog'i. Buni ham korpusning asosiy qismini rezina qoplangan, ya'ni rezina tashkil etadi. Urilganda, turtilganda ehtiyotsizlik tufayli shurpayo'rt tushib ketganda ham shurpayo'rtga shikast yetmasligi uchun albatta. Bu shurpayo'rt ham anchagina kompaktni, ixcham chiqarilgan, ishlatishda lekin og'irgina. Chunki mustahkamligi va baquvvatligi sababli. Darvoqe aytishdan chiqibdi, buning motor qismi 5 shotishli, ya'ni shotkasiz motor. Qo'lni osib berish uchun esa tasma. Qo'lda to'xtatib bo'lmayapti. Anchagina kuchli shurpayo'rt. Va nihoyat 4-shurpayo'rtimiz unchuncha shurpayo'rtlarni choyni ichirib yuboradigan 20 voltli 4 amperchasli 5 shotishli motor bilan jihozlangan shurpayo'rt. Texnologiya! Uning texnik xususiyatlarini ekraningizda ko'rishingiz mumkin. 4-shurpayo'rtimizning komplekt qismiga to'xtalsak, boshlashdan oldin chamadoniga e'tibor bersangiz, ya'ni kattagina nargilariga nisbatan. Kafolat varog'i. Ustalarimiz tasmalariga shurpayo'rtni ilib yurish uchun ilgak. Shurpayo'rtning o'zi, voy muncha kattagina. Hozir ko'ramiz. Batareykani tez zaryadlash uchun qurilma, ya'ni zaryadchik. Bu ham anchagina katta. Og'ir ancha. 4 amperchasli 20 voltli batareyka. Naq 2 ta. Qo'lda turishni ko'rsa, o'zi buni kattaligi sezilsa kerak. Va shurpayo'rtning kuchliligini hisobiga bunga ishlatish uchun qo'shimcha dasta qo'yilgan. Xolasak chap tomonga, xolasak o'ng tomonga o'rnatib shurpayo'rtdan foydalanish mumkin. Shurpayo'rtni tashqi tomonlama nimalar bilan jihozlanganligiga to'xtalib o'tsak, patron qismidan boshlasak, demak patron qismi 13 mm lik metal patron bilan jihozlangan. Ya'ni 13 mm gacha bo'lgan
nasatkalarni joylashtirish mumkin. Solishtirish uchun bundan oldingi modeli PV120/45 modelini yonma-yon qo'yaman. Qo'lda ko'rinishi. Buni og'ir deganim, bu undan ham og'irgina ekan. Endi bunga sabab yetarlicha, chunki bu kuchli tirshotka qismi. Tirshotka qismida bolg'acha funksiyasi ham mavjud. Tezligi bosqichma-bosqichli. Birinchi bosqichda 1800 marta aylansa daqiqasiga, ikkinchi bosqichda 100 marta aylanib beradi daqiqasiga. Reverse knopkalari, oldingi orqaga knopkalari, ya'ni tunda ishlash uchun, ya'ni qorong'ida ishlash uchun LED lampasi, LED chirog'i. Batareyka qoldig'ini ko'rsatib turuvchi indikator. Bunda yana bir eng zo'r qulaylik tomonlari, ya'niki boshqa shurupyortlar bilan solishtirganda ustalarimiz bu shurupyortni tanlashlari uchun yana bir katta sabab, shurupyortning o'zida оборот regulyatori mavjud. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich, to'rtinchi bosqichli. Mana birinchi bosqichda aylanishi, ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich va to'rtinchi bosqich. Juda ham ajoyib. Buni ham korpusning asosiy qismini rezina va metal tashkil etadi. Orqasida metal joylashtirilgan, zarurat tug'ilganda, ya'ni molotok sifatida foydalanish uchun. Ko'rishingiz mumkin. Uncha shurupyortlarni choyini ichirib olsa kerak. Bugun sizga obzor qilayotgan mahsulotlarimizni sotib olishingiz, ishlatishingiz uchun yana bir ikkinchi sababni aytib o'taman. Bu bundan oldingi ko'rsatayotgan shurupyortim. Qoyilmisiz? Bir-birining batareykalarida ishlay olyapti. Hamma funksiyalari ishlayapti. Aytaylik, buni bizga nima foydasi bor desangiz, ikkita shurupyort oldingiz sherigingizga va o'zingizga. Shunda sizlarda qo'shimcha 4 ta batareyka mavjud bo'ladi. Ya'niki 4 ta batareyka sizlarda bor qo'shimcha. Birinchisi tugasa ikkinchisi, ikkinchisi tugasa uchinchisi, to'rtinchisi tugasa birinchisini zaryadga qo'ygan vaqtingizda zaryad to'lgan bo'lishi kerak. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Ayniqsa bu kattasi. Qo'lda moshniy turibdi. Qo'yib. Bugun sizga obzor qilib berilgan mahsulotlarning qaysi biridir yoqqan bo'lsa-yu, aynan ushbu mahsulotni crash test videosini YouTube sahifamizda kuzatmoqchi, ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga, ya'ni ushbu videosiga crash test perforator, crash test bolgarka, crash test GGVR deb yozilgan mahsulotlarning qaysi biri ko'p ovoz yig'sa, ya'niki ko'pchilikni tashkil etsa, aynan ushbu mahsulotni
har tomonlama har qanaqangi usulda crash test qilib videosini YouTube sahifamizga joylaymiz. Demak, video obzor boshida aytib o'tgan konkursimizning shartlari quyidagicha. Shartni bajargan va g'olib bo'lgan ishtirokchimizga aynan qo'limda turgan 12 voltli polvon shurpayortini Polvon kompaniyasi nomidan sovg'a qilamiz. Birinchi shart, Polvon kompaniyasining YouTube sahifasiga obuna bo'lasiz va aynan ushbu video ostiga siz bizni qaysi viloyatdan kuzatayotganingizni yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi. Va g'olibni biz random ilovasi orqali ro'parasa 10 kundan so'ng aniqlaymiz va g'olibga biz Polvon kompaniyasi nomidan boya aytib o'tganimdek 12 voltli shurpayortni sovg'a qilamiz. G'olibimiz qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar aynan ushbu shurpayortni biz sovg'a sifatida yetkazib beramiz. Barchaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Davom etamiz. Bugun sizga obzor qilib bergan mahsulotlarimga kompaniya tomonidan 6 oylik kafolat berilgan va bundan tashqari O'zbekistondagi barcha viloyatlarda servis markazlarimiz mavjud. Qo'shimcha qilib aytaman, olib yurish qiyin bo'lgan suv nasos yoki bo'lmasam katta kompressor stabilizatorlarimizga ko'chma servis xizmatlarimiz ham mavjud. Demak, qadrli kuzatuvchilar, bugungi video obzorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda siz ushbu video obzor orqali o'zingiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotni yoki bo'lmasam mahsulotni topgan bo'lsangiz, videoga like bosish va kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.